Endi kichkinagina o'zgarish ko'ryapmiz. Homila paytidagi teshikchalar bo'ladi yurakda. Betlari yaltirab ketibdimi? Qorni ochdimi? Qo'lini so'rayaptimi? Betlari yaltirab ketibdimi? Shunaqami? Ochiring, yoshlar ko'taraverasiz. Nechinchi farzandingiz? Tug'ilishlari yaxshi o'tdimi? Necha kilo tug'ildi? Oy kuni yetib tug'ilgan-a? Qonunga tug'ilganda. Qanday bo'lib? Qonun. Ha. Tug'ilganda o'tkazsa muammo bo'lganmi yo? O'sha nima qon qo'ygan ishdi. Antibiotik qo'ygan shuni. Rentgenda yurakda tasvirini katta beryapti, lekin necha kilo dedingiz vazni? Hozirmi? Ha. 6 kilo aytdingiz. 6 kilo 900 bo'lsa, yuragimizni eho bo'yicha tasvirida juda katta emas yuragi. Faqat tug'ma farog belgilari yo'q. Shamollash asoratlari yo'q, klapanlari ham yaxshi yuragimizda. Isitma yo'q-a? Necha kun bo'ldi o'zida shamollab? Dozadan beradingizmi? Yo'q, 4 kun. Yuragida yomon narsa ko'rmayapsiz, xola, yaxshi yuragi sog'lom. Endicha shamollaganda bo'ladi, anaqa bezchasi bo'ladi, ayrisimon bez deymiz. O'sha bez bolani immunitetini ta'minlab beradi-da. Hali bezga nagruzka tushib, kattalashib, yurakni oldida turadi-ku. Soyani katta berib yuboradi, yurakni katta tasvirini chiqarib qo'yadi rentgen plyonkaga. Yurakni exografik mana bu apparatimizda ko'rib turibmiz, katta emas, xolos. Shamollashlari bo'yicha yaxshi davolanasizlar pediatrizda. Yurakka asobiy bir davolash va boshqa shart emas. To'polon qilmay turing endi xolos. Ichki organlari ham yaxshi ekan, jigar, buyrak, qorataloq tomonda ham muammo yo'q. Mana shu zo'rchalikda gliserin iloji gliserin keltiringlar dedi. Ha, ichinami? Qiyin yoziladimi? Gliserin tursiz bo'laveradi, yengilroq. Yordam bo'ladi bolaga. Endi kichkinagina o'zgarish ko'ryapmiz. Homila paytidagi teshikchalar bo'ladi yurakda. Fiziologik. O'sha bittasi to'liq yopilmagan ekan, bu vaqt o'tish bilan yopilib borish kerak. Batal protok deymiz. Ya bo'ldi polvon. To'polon qilmay turing endi bo'ldi. Bo'ldik. Oxirgisi bitta tez qonni ko'rib qo'yaylik. Bitta bo'ynasidan ko'rib qo'yaylik. Bo'ldi. Bu homila teshikchasi ham ko'p bolachalarda ochiq qolib ketadi, lekin xavotirli emas. Bola qanchalik vez yaxshi qo'shsa, tezroq yopiladi haligi yurakdagi. Shuni yaxshi qo'shilyapti ekan. Shamollashdan olsa ehtiyot qilinglar. Bo'ldi, xola, o'zi javoblarimiz tayyor. Registraturadan olasizlar, qizlarni.